Varikozni massaj bilan davolasa bo'ladimi? Varikoz kasalligini ishdan chiqqan faoliyati buzilgan tomirni massaj yordamida davolash mumkin emas. Chunki bu o'zini faoliyatini yo'qolgan va ishini qilmayotgan kasal tomir hisoblanadi. Va siz massaj qilganingizda, to'g'ri massaj qilganingizda o'sha tomir evaziga tushayotgan bosimni kamaytirishingiz mumkin. No, agar sizda har xatdan ham bo'rtib chiqqan tomirlar bo'lsa, massajdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki massaj paytida qon kelish oyoqqa yaxshilanadi, ya'niki qon kelish, aylanish yaxshilanadi. Sizda ishdan chiqqan tomir evaziga dimiqish, ya'niki o'sha joyda qon dimiqib, tromb bo'lish xavfi ortishi mumkin. Shuning uchun sizga beradigan tavsiyam massaj mumkin, bu juda zo'r, juda yaxshi narsa, lekin agar sizda varikoz kasalligi bo'lsa, uni davolab keyin massaj olishingiz kerak. Varikozda banya va sauna mumkinmi? Hammom, sauna, banya, issiq plyajda dam olish varikozi bor odamlar uchun xavfli hisoblanadi. Chunki issiq iqlimda, issiq joyda tomirlar kengayadi va oyoqlarda dimiqish kuzatiladi. Agarda sizda bo'rtib chiqqan, faoliyati buzilgan tomirlar bo'lsa, banya, spada yoki issiq plyajlarda dam olgan paytingizda, issiq yurtlarda dam olganingizda qon dimiqib asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'niki o'sha tromb yoki oyoqda oqma trofik yara bo'lish ehtimoli oshib boradi. Varikozda issiq suvda cho'milsa bo'ladimi? Varikozi bor odamlar uchun issiq suvni tavsiya qilmagan bo'lardim. Agar sizda har qanday ham varikoz bo'lsa, iloji bo'lsa, shu xona haroratidagi suvda yoki sovuqroq suvda cho'milishingizni tavsiya qilamiz. Sababi issiq narsa, issiq suv, issiq iqlim oyoqlarda qon dimiqishini ko'paytiradi, chunki tomirlar kengayadi va varikozi bor odamlarda trofik oqma yara, tromb bo'lish xavfi oshib boradi. Yana bir marta eslatib o'taman, agar sizga shu issiq suvda cho'milish yoqsa va sizda varikoz bo'lsa, avval o'sha ishdan chiqqan faoliyati buzilgan tomirlarni yo'qotib davolash kerak. Undan keyin sizga yoqqan issiq suvda bemalol cho'milishingiz mumkin bo'ladi. Varikozda fitness va trenajyor zarlar mumkinmi degan savol tushibdi. Fitness, trenajyor va umuman sport bilan shug'ullanish bizni oyoqlarimizni tomirlariga juda foydali narsa hisoblanadi. Lekin sizda ishdan chiqqan, faoliyati buzilgan, aynan bo'rtib chiqqan tomirlar bo'lsa, tavsiya qilardimki, albatta yaxshi flebologni topib, tomirlaringizni tekshirib, varikoz sababini aniqlab, chuqur tomirlaringizni holatini ko'rish kerak va undan keyin vrach sizga aniq aytadi, sizni holatingizda fitness trenajyor mumkinmi yoki o'sha varikozni davolab, keyinchalik fitness trenajyorga borishingiz kerak. Varikozda yugurish mumkinmi? Aytish lozimki, jami sport, yugurish, fitness, futbol, basketbol oyoqlardagi mushaklarini ishlashiga yordam beradi va oyoqdagi tomirlarda qon dimiqishini oldini oladi. Va sizda varikoz bo'lmasa, aynan o'sha qon dimiqishini va varikozni profilaktikasi hisoblanadi yugurish. Lekin sizda bo'rtib chiqqan, faoliyati buzilgan tomirlar bo'lsa, uni albatta mutaxassis, ya'niki flebologga ko'rsatish kerak, chunki u tomirlaringizni ko'rib chiqadi, uni chiqqan sababini aniqlab beradi. Ichki tomirlaringizni ko'rib, u yerda qon aylanishini, faoliyatini, tromb bor yo'qligini bilib, sizga tavsiya beradi. Aynan siz uchun yugurish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Oyoqni baland qo'yib yotish foyda beradimi? Ha, albatta. Ayniqsa o'tirib, ko'p o'tiradigan yoki bitta joyda tik turadigan kasb egalari kun oxirida ishini bitirgandan keyin oyog'ini yuqoriga ko'tarib dam olsa, masalan, televizor ko'rganda yoki qanaqadir ishlarini qilganda, oyoqlardan qon ketish, ya'ni kunumman bo'lgan dimiqish kamayadi. Chunki asosiy chuqur tomirlar, ularning faoliyati buzilmagan bo'lsa, yengillashadi va bu dimiqish ketgandan keyin oyoqda qon aylanishi yaxshilanadi. Bu esa o'sha tromb kasalligini, varikoz kasalligini, limfostaz kasalligini oldini olgan bo'lasiz. Varikozni xalq tabobati bilan davolasa bo'ladimi degan savol kelibdi. Ming afsuski,
varikoz bu xirurgik, ya'niki jarrohlik kasalligi hisoblanadi va xalq tabobati usullari varikozda, ya'ni o'sha ishdan chiqqan faoliyati buzilgan tomirni ishlatib yuborishiga hech qanaqa ta'siri yo'q. Xalq tabobatini ayrim usullari oyoqda dimiqishni vaqtincha yaxshilashi mumkin, lekin ishdan chiqqan faoliyati buzilgan tomir organizmda qolsa, bu narsa o'sha kasallikni rivojlanishiga va asoratlari bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ya'niki bu tromb hosil bo'lishi, oyoqda trofik yazva oqimi bo'lishi yoki o'sha tomirlar yorilib qon ketish ehtimoli ko'payadi. Kapillyarlar ham varikozmi? Yo'q. Mayda kapillyar tomirchalar, biz uni yulduzchalar deymiz, varikoz kasalligi turkumiga kirmaydi. Bu bor yo'g'i estetik holat, ya'niki xunuk tomirlar hisoblanadi va ularni biza ko'pincha estetik, ya'niki chiroq uchun davolaymiz. E'tiborga olish kerakki, u tomirlar uzoq vaqt davolanmasa kattalashib ketadi va yosh o'tgan sari teringiz zaiflashadi, kichkinalashadi va qanaqadir tashqi jarohat evaziga o'sha joylaringiz qon ketish ehtimoli bo'ladi. Ya'niki o'sha joylari jarohatlanib qon ketish bo'lishi mumkin. Chunki u ham kapillyar bo'lishiga qaramasdan ishdan chiqqan tomir bo'ladi va u qisqaruvchi qobiliyatini yo'qotgan bo'ladi. Va uni qanaqadir jarohat yetkazilsa, o'sha joydan kuchli qon ketish ehtimoli bor. Shuning uchun hozirgi kunda buni nafaqat estetik maqsadida, balki o'sha chiroq uchun va qon ketish profilaktikasini qilish uchun davolash lozim. Yoshlarda ham varikoz bo'ladimi? Ming afsuski, hozir varikoz yosharib ketadigan kasalliklar turkumiga kirib boryapti. Sababi, afsuski bizani yoshlarimiz ko'proq hozir uy sharoitida kompyuter, gadjet, telefonlarga o'tirishib qolyapti, unga o'shanga qiziqadi. Harakatlari kam bo'layapti, ovqatlanish buzilyapti va ortiqcha vazn, kam harakatlik kuzatilyapti. Bu esa nimaga olib keladi? Bizani chuqur tomirlarimizda dimiqish hosil bo'ladi, yallig'lanish hosil bo'ladi va yoshlarda ham varikoz ko'payib boryapti. Erkaklarda ham varikoz bo'ladimi degan savol tushibdi. Ha, albatta, bu kasallik erkaklarda ham uchraydi. Hattoki men doim aytib ketaman, erkaklarda ham ancha-muncha ko'p holatlarda uchraydi. Farqi shundaki, nimaga bizani xalqimizda ko'proq varikoz ayollarning kasalligi degan fikr yuradi. Sababi bizani ayollarimiz o'ziga qaraydilar. Ya'niki o'sha oyoqlarida kapillyar tomirchalar, bo'rtib chiqqan varikoz tomirlar bo'lsa, hayratlanib vrachga ko'proq uchraydi va shunga e'tibor beradi. Erkaklar esa bu narsaga e'tiborsiz bo'ladi va bizaga ko'proq varikoz asoratlari bilan, ya'niki tromb bo'lganda, boldir tovon qismida terisi qorayganda yoki trofik oqma yara yoki o'sha varikoz tomirdan qon ketgandan keyingina murojaat qilishadi. Bu endi yaxshi narsa emas, chunki varikozni qancha erta davolasa, shuncha biz o'shani asoratlarini oldin olgan bo'lamiz va keyinchalik reabilitatsiyasi, kasallik qaytalanish ehtimoli kamayib boradi va erkaklarimizni sog'lig'iga bu faqat foyda bo'ladi. Oyog'imda shish bor. Bu albatta varikoz deganimi? Yo'q. Oyoqdagi ishlari kamida 200 taga yaqin kasalliklar olib keladi. Ya'niki biz ayta olmaymiz, oyog'ingizda shish bormi? Bu albatta varikozdan deb. Bu varikozni bittagina alomatlaridan bo'lishi mumkin. Lekin oyoqdagi shishish varikozga yoki trombga bog'liq emasligini bilish uchun albatta mutaxassisga uchrash kerak, ya'niki flebologga. U holatingizni ko'rib, ishlarini qanday chiqqaniga va qanaqa ishlarini o'rganib chiqadi, holatingizni ko'rib, sizni eshitib, albatta chuqur tomirlaringizni Doppler tekshiruvidan o'tkazadi, yuzaki tomirlaringizni faoliyatini tekshirib ko'radi va undan keyin ayta oladi, bu ishlar varikozga bog'liq yoki bog'liq emasligini. Va eng muhimi, sizni kerakli mutaxassisga jo'natadi. Kechasi oyoq tortishish varikoz belgisimi? Ha, varikoz kasalligini ko'p uchraydigan alomatlardan biri o'sha kechasi oyoq tortishish yoki tomir tortishi deymiz. Bu ko'p uchraydigan alomat hisoblanadi va albatta siz oyoqlaringizda bo'rtib chiqqan tomirlar bo'lsa va oyog'ingizda tomir tortish kuzatilsa, bu varikoz kasalligini
rivojlanishi, ya'niki qo'zishini dalolatidan bo'lishi mumkin. Albatta buni aniqlash uchun siz mutaxassis ko'rigiga kelish kerak bo'ladi. Chunki holatingizni ko'rib, shikoyatlaringizni eshitib, o'sha tomir tortishini sababini yana ham aniqroq eta oladi. Chunki tomir tortishish boshqa nevrologik kasalliklarda, shamollash, yallig'lanish kasalliklarida ham yoki oddiygina mana organizmda mikroelementlar, ya'niki kalsiy, vitamin D buzilish evaziga ham uchrashi mumkin. Yana bir bor takrorlab o'taman, varikoz kasalligini bitta alomatlaridan biri bo'lishi ham mumkin. Varikoz va trombni farqi nimada degan savol tushgan ekan. Varikoz bu kasallik, ya'niki o'sha yuzaki tomiri faoliyati buzilishi. Bizning yuzaki tomirlarimiz faoliyati shundan iboratki, u tomirlar qisqarib, qonni teri osti qavatidan asosiy chuqur venalariga italab yordam berishi kerak. Varikoz kasalligida esa aksi bo'ladi. U tomirlar qisqaruvchi qobiliyatini yo'qotadi, kengayib turadi va kengaygan paytida asosiy sog' tomirlardan qon o'tda yig'ilib dimiqadi. Tromb bu qotgan qon. Ya'niki o'sha dimiqib qon qotib qolsa, buni biz tromb deymiz. Ya'niki o'sha varikozni, davolanmagan varikozni keyinchalik bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlardan biri bu tromb. U tromb yuzdagi tomirlarda bo'lishi mumkin, chuqur tomirlarda bo'lishi mumkin. Qaysi tromb qattaligini bilish uchun va uni aniq tashxis qo'yib davolash uchun albatta mutaxassisga uchrash kerak, ya'ni flebologga. Lazerdan keyin dengizga tushsa bo'ladimi? Doim bemorlarimga aytib kelaman, agar sizda varikoz kasalligi bo'lsa va siz uni lazer yordamida davolagan bo'lsangiz, 2-3 kundan keyin bemalol borib dengizda cho'milishingiz mumkin. Bu darajada sizga foydali bo'ladi. Chunki dengizning suvi sho'rroq bo'ladi. U tiklanish davrini tezlashtiradi. Ikkinchisi, suzishni o'zi o'sha oyoqdagi mushaklarni ishlashini va qon aylanishini yaxshilab beradi. Lazerdan keyin sportni qachon boshlash mumkin? Lazer yordamida varikozni davolaganingizdan keyin sportni ayrim turlarini ertasi kundanoq boshlasanglar bo'ladi. Masalan, yugurish, fitness, basketbol, tennis, yoga, pilates degan sport turlari bor va bu qayta biz bemorlarimizga tavsiya qilamiz ertasi kundan sportga qaytib, chunki bu bizning muolajamizni natijasini yaxshilab beradi va tiklanish davrini qisqartiradi. Nega ba'zi odamlarda varikoz tez qaytib chiqadi? Juda yaxshi savol, o'zimni yaxshi ko'rgan savollardan biri. Endi varikozni qaytib chiqishi sabablaridan eng asosiysi uni davolagandan keyin vrachlarimiz va bemor o'zini sog'lig'iga bee'tibor bo'lib qoladi. Ya'niki shunaqa afsuski vrachlarimizda ham xayol bor. O'sha bemor varikozni operatsiya qilib berdim, lazer qilib berdim, bo'ldi, u tuzalib ketdi. Bu noto'g'ri fikr, chunki muolajadan keyin albatta bemor shifokor nazoratida bo'lib turish kerak, ya'niki qayta ko'riklarga kelib turish kerak. Shundagina birinchidan vrach o'zini ishini aniq oxiriga yetganligini va uni sifatini tekshirib oladi va agar sizda o'sha varikoz qaytalanayotgan bo'lsa, boshlang'ich darajalarini aniqlab sizga aniq tavsiyalar beradi, чтобы u kasallikka aylanib ketmasligi uchun. Varikoz operatsiyasidan keyin chandiq qoladimi degan savol ko'p obunachilarimizdan bizga tushadi. Zamonaviy usul yordamida varikozni davolasa bugungi kunda hech qanaqa choklar va chandiqlar qolmaydi. Bu muolajalar kichkina igna yordamida qilinadi. O'sha faoliyati buzilgan tomirga maxsus kichkinagina kateter qo'yiladi. O'zi nazoratida u tomir ichidan ishlov berilib yo'qotiladi. Terisi tiklanadi va 2-3 oydan keyin xuddi hech narsa bo'lmaganday bo'rtib chiqqan tomirlar ham yo'qoladi. Eng muhimi, hech qanaqa chandiq qolmaydi. Lazerdan keyin tomir yo'qolib ketadimi degan savol tushibdi. Ha, albatta. Ishdan chiqqan faoliyati buzilgan kasal tomiri lazer yordamida ishlov berganimizdan keyin u tomircha asta sekin so'rilib organizmdan butunlay yo'qolib ketadi va hattoki 6-7 oydan keyin bemorlar bizga muntazam ravishda kelib turadi. Uni ultratovush tekshiruvida hattoki biz topa olmaymiz, ya'niki u tomir yo'q bo'lib ketadi va qon atrofdagi sog' venalardan yengilroq ketadi va oyoqdagi dimiqishlar yo'qoladi.
Varikoz erkaklarning kuchiga yoki salomatligiga ta'sir qiladimi? Ha, albatta qiladi. Agar erkaklarda oyoqlarida bo'rtib chiqqan, faoliyati buzilgan kasal tomirlar bo'lsa, bu narsa sekin astalik bilan nafaqat oyoqda qon dimiqishiga, balkim erkakni ichki a'zolarida, tosh a'zolarida qon dimiqishiga olib keladi va erkak kuchiga va uni faoliyatlariga, shuningdek hayot tarziga juda salbiy ta'sir o'tkazadi. Varikoz ozishga xalaqit beradimi degan savol tushibdi. Varikozni kelib chiqish sabablaridan biri ortiqcha vazn va semizlik bo'lishi mumkin. Keltiruvchi omillardan biri. Va o'sha ozish uchun odamlar harakat qilganida ko'p vrachlar ularga sport bilan shug'ullanishga, zal, fitness tavsiya beradi va agar o'sha oyoqlarida faoliyati buzilgan, bo'rtib chiqqan tomirlar bo'lsa, sport bilan shug'ullangan paytlarida o'sha kasallik rivojlanishi mumkin va asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'niki oyoqlarda trofik oqma yaralar va tromb hosil bo'lishi ehtimoliga. Shuning uchun agar semiz odamlarda haqiqatdan ham ishdan chiqqan, faoliyati buzilgan kasal tomirlar bo'lsa, uni yo'qotib keyinchalik ozish uchun sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilgan bo'lardik. Ko'p tug'ruq qilgan ayollarda nega varikoz ko'p uchraydi degan savol tushibdi. Haqiqatdan ham bu aynan bizani ayollarimiz uchun juda achinarli holat desa bo'ladi, chunki ko'p tug'ishadi va ko'p tuqqan paytida bachadon kattalashadi. Bachadon kattalashgandan keyin uni atrofidagi tomirlar ham kengayadi va varikozga moyillik bor ayollarda o'sha tomirlar faoliyati buziladi, ular kengayadi va ichki varikoz hosil bo'ladi. Ichki varikoz kattalashgandan keyin u tosh suyaklarining atrofidan oyoqqa beradi va oyoqda varikoz kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun qancha ayol ko'p tug'adigan bo'lsa, varikoz rivojlanish ehtimoli ortib boraveradi. Varikozni umuman oldini olish mumkinmi? Varikozni oldini olish uchun biza oyog'imizdagi mushaklarda va chuqur venalarda dimiqishini kamaytirishimiz lozim bo'ladi. Bu esa yosh bolalarni boshidan sportga, harakatchanligiga, mehnatga o'rgatishimiz kerak. Mehnat bo'lganda ham bu bitta joyda turib og'ir mehnat emas, o'sha ko'proq yurib, har xil joylarda harakat qilib yursa, oyoqlari, mushaklari ishlaydi, qon dimiqishi kamayadi va varikoz rivojlanish ehtimoli kamayib boradi. Hattoki o'sha bolada yoki o'sha odamda varikozga moyillik bo'lgan taqdirda ham. Kimlarda varikoz xavfi yuqori bo'ladi degan savol kelib tushibdi. Bunga javob berganda nima degan bo'lardim? Oldinlari shunaqa fikr yurardi va bemorlarga ko'p tushuntirardik. Varikoz ko'pincha o'sha bitta joyda tik turib ishlagan odamlarda yoki ko'p o'tirgan odamlarda yoki ko'p homilador bo'lib tug'ruqqa borgan odamlarda uchraydi degan fikr bo'lardi. Afsuski, varikoz hozir yosharib ketyapti va deyarli hamma odamlarda varikoz uchrash xavfi bor. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Chunki odamzod borgan sari rivojlanyapti, lekin bu narsa olib kelyaptiki, odamlarimiz kam harakat bo'lib qolyapti. Masalan, ko'proq internetda, ya'niki telefonda, kompyuterda o'tiramiz. Velosipedda yoki yayov yurib borish o'rniga mashinada o'tirib olamiz. Hattoki 1-2 kilometrlik joyga erinib mashinada yuramiz. Bu esa nimaga olib keladi? O'sha chuqur venalarimizda, sog' tomirlarda qon dimiqishiga olib keladi. U esa moyillik bor odamlarda albatta varikozga keltiruvchi turtki bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa tavsiya bergan bo'lardimki, o'sha yoshlarimizni nafaqat yoshlarni, balki butun jamiyatda ko'proq harakat qildirishga va sport bilan shug'ullanishga va arzimagan joylarga iloji bo'lsa mashinada emas, velosipedda yoki o'zini oyog'ida yurib borishga tavsiya qilgan bo'lardim.